Yoshali shahari territorial idarasining Avtonish rayon profilaktika bo'limi yo'llardagi avariyalarni bolalar yo'l transport travmatizmi kuzatuv ham qolgan bo'lgan bo'lishlarini o'taydi. Tez bo'lish yo'l harakati tengligini orttiruv programmalarini turmushga oshiruvga o'tiltiradi. Buning natijasi bolalar travmatizmi kino ko'rsatkichi yo'llatilish. Avtonish rayon profilaktika bo'limiga uzalgina qo'yilgan bo'lishlarini to'g'risini o'tab boradi. 2020 yılın neticeleri boyunca Tatarstan Respublikası territoriyasında bazı hükümleri yo'l transport hareketi Türkiye'de. Alarda 330 kişi halak buldu. Hem 4879'u türlükten jarohatlar aldı. Uzman yıldan şartlarında avariyalarının tüm ko'rsatkichlarının kiyimi kuzatildi. Yo'l transport hareketleri sonu 520 halakatga, halak bo'lishlar sonu 39 kişiga, hem türlükten jarohatlar alışlar 740 kişiga kiyimrek. Uzman 2020 yılına Respublikada 16 yaşga kadarki bolalar qatnaşında 465 yo'l hareketi fojiasi keldi. Alarda 9 bolaning umri uzildi. 496 bola turli jarohatlar oldi. Shu halak bo'lganlarning 9 bolaning 8i passajir bolalari oyanishdi. Avvalgi yilda rayonimizda 20 yo'l transport fojiasi keldi. Shularda 5 kishining umri uzildi. 31 kishi turli jarohatlar oldi. Bolalar yo'l transport travmatizmi kuzatuv ham yo'llarda bolalarning ham o'smirlarning o'zlarini tutuv ko'nikmalarini to'g'ri maqsadından profilaktik ish rayon boshqarma komitetining Ma'arif idarasi Avtonish rayoni profilaktika bo'limi birlikda olib boriladi. Rayon konkurslari, zo'r konkurslar bilim beruvchi учрежденияларында, hunar училищеларда ham maktab yonlagerlarida bolalarning yo'l transport engallari profilaktikasi bo'yicha agitatsiya propaganda choralari borligi to'xtanjidi. Ota-onalar yig'ilishlarida pedagogik kengashmalarda chiqishlar o'ynash. Yoshali shaharining Kaleidoskop teatri tomonidan yo'l harakati qo'rqinchsizligi bo'yicha boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun 1640 bolaga planlashtirilgan 10 tematik spektakl ham video filmlar qaroq uyushtirildi. Rayon mas'ullar ma'lumot choralari osha bolalar orasida yo'l travmatizmi kuzatuv bo'yicha 195 material hazırlandı. Shuning 29 Avtonish tomlarına radio va 48, 20'si Avtonish televideniyasına, internet şirketlerine 98 to'g'ri keladi. Rayonda respublika ko'lam uyushtirib berilishi profilaktik choralar o'tkazildi. Qishki yozgi kuzgi kanikular, o'quv yili oxirida ham o'quv yili boshida ehtimol bolalar qo'rqinchsizlik otnaligi, yo'l transport harakatlari qurbonlari esga olу kuni, qo'rqinchsiz zebra, Irak'tan ko'rin adabli yurilishi o'rnak jiyovli, yurt atraklari bilan bola tip passajir ham boshqa tip ko'p turli aksiyalar o'tkazildi. Fevral ayında bizning maktabgacha bilim beruv учреждениялari orasida Yashil rayon smotr konkursi bo'lib o'tdi. May oyida distansion ravishda eng yaxshi yosh inspektorlar otryadi harakati va eng yaxshi yetakchi konkursini yo'lga qo'yildi. Shu distansion ravishda yo'l yurish qoidalari qo'riqlanishlik uchun biz butun boylar bilan onlayn konkurslar o'tkazdik. Qo'rqinchsiz tayyorlash 2020 Yashil harakati inspektorlar konkursi yoshi bo'lak ham yo'l salomatlantiruv layeri bosisida o'tkazildi. Avtonish texnologiya texnikumi bilan birlikda aktiv ish olib borildi. Student yoshlar orasida mashina ustaligi bo'yicha avtosessiya, avtomagaboriya rayon konkurslari o'tkazildi. Avtomagaboriya konkursi jinoyatchilari bizning Yoshali shaharida o'zdirilgan zona konkursida qatnashib, maqtovli 3-chi o'rinni yo'llardilar. Yo'lda o'zdirilgan mashina ustaligi ko'rsatkichi Avtoledi 2020 konkursi yo'lda o'tkazildi. Şoyuq rayon mas'uliyatlarini choralari arasında o'zdiriladigan ishonish ham qo'rqinchsizlik konkursi o'tdi. Yo'l harakati qo'rqinchsizligi davlat byudjet учрежденияsi tomonidan bilim beruv uyushmalariga 1200 danadan ortiq yoqtirib qaytaruvchi elementlar, svepriloklar, ilmiy taftalar, значокlar berildi. Bundan tashqari maktablarga ham maktabgacha bilim beruv учрежденияларына doimiy ravishda yo'l harakati engilligi bo'yicha tematik adabiyot ish daftarlari, material resurslar bilan yordam ko'rsatiladi. Qo'shu o'rta maktabına bizning xizmat qaytartildi. Ramashka maktabgacha bilim beruv bolalar bog'chasina mobil shaharchi birinchi yordam ko'rsatuv metodikasini o'zlashtirishga yordam etу maqsadidan bolalar ijod o'zagina robot trenajyor, interaktiv virtual velotrenajyor Avtonish 2-sonli maktabına, Tatar So'qsuv maktabına interaktiv doqda ham velosipedlar bilan ko'nikmalar o'tkazish uchun komplektlar ko'tarildi. Umrzoya 6 yosh Tilsim bolalar bog'chalarına maxsus yumshoq modullar komplekti bo'laydi. Barliq profilaktik choralarda, konkurslarda jinoyatchilar ham qatnashuvchilarga prizlar, diplomlar, kuboklar, istarlikli bo'laklar topshirilib boriladi. O'tkazilgan choralarda yurt otryadlari aktiv qatnashadi. 29 bilim beruv учрежденияларida 274 o'quvchini o'z ishini olgan yosh inspektorlar harakati otryadlari ishlaydi.
9 oktyabrda Soqla internet portalında 5-6 sinif oquvchilari arasında Respublika internet olimpiadasi o'tkazildi. Onda 9 maktabdan 60 bola qatnashdi. Birinchi o'rinda bizning Shomarib maktabi chiqdi. Ikkinchi o'rindan 12-chi o'ringa bizning Tatar Sutsu maktabi yigit komandasi olib, ko'p narsani olmadi. Uch yilning oxirida men Davlat avtoinspeksiyasi yo'l harakati qo'rqinchsizligi Nag'ariy ota-onalar sovet orasida tig'iz xizmatdoshlikni kengroq so'rar edim. Davlat programmalari zamonaviy turmush talablari negizida qabul yashashga ishonib qolamiz. Ham birgalikda biz yo'llarni hallarini o'zgartira olamiz. Mening bilan bu mazkur qilmish hallarni shag'irlarga yaramay, ba'zi bilan da ularga mumkin hal bo'ydir. Shuning uchun har birimizga yo'llarda esenlikni yurishni ham nafaqat yashab o'tgan tilak